So'nggi yillarda eng ko'p sayohat qilingan davlat qaysi deb o'ylaysiz? Dubay bo'lsa kerak. Dubay, Dubay va Duboy 10 talida yo'q. Germaniya, Germaniya. Germaniyadir bu. Germaniya 9-o'rinda. Xitoy, 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 Ha, Xitoy bizda 4-o'rinda. Singapur, Gollandiya. Yo'q, tarixiy joylari ko'p bo'lgan davlat bor Yevropada. Misrmi? Sayohat qilish, fotosessiya deyish bo'lsa, sira topgan bo'lardim. Meksika. Da 7-o'rinda Meksika. Britaniya, Angliya, 10-o'rinda Angliya. Tailand. Tailand? Tailand. Tailand 8-o'rinda. Tailand ko'pda blogerlar chiqib keldi. New York. Say, Amerika. Ha, 4-o'rinda. Italiya, Italiya bor bizda 5-o'rinda. Turkiya Ha, deylik. ha, Bora. bor 6-o'rinda. Yaponiya, Yaponiya. Yo'q, ya futbol o'lkasi bor. Barselona, Davlat qaysiga kiradi? Madrid degan shahar bormidi? Blogerlar juda ham ko'p borishdi o'sha davlatlarga. Bu yilda o'zida. Qozog'iston, Yo'q. Qoraqalpog'iston, Misr. Yo'q, Rossiya yo'q, Hozir priz bormi? Gruziya bormi? yo'q, Gruziya yo'q. Lekin aviaselsa chiptalari arzon ancha. Yaqinda bor edi. Ha, yaqinda boryapsizmi? Qayerdan olasiz chiptalar? Shu aviatsiya. Aviaselsa oldingiz. Aytib qo'ya qoling. Taslim bo'ldim. Nahotki